Assalomu alaykum qadrligim. Omonmisiz? Salomatmisiz? Mana yana bir yangi kunni samimiy tilaklar, chiroyli suhbatlar ila boshlab oldik. Tanangizga sog'lik, salomatlik, qalbingizga xotirjamlik tilagan holda biz o'z ish faoliyatimizni boshladik. Tinglayotganingiz yaqinlarimga tabriklar loyihasi xonadoningizga mehmon, g'oyibona suhbatdosh bo'lib turgan boshlovchi Kamina Yasminaxon bo'laman. Biz bugun ham yana bir yurtdoshimizga quvonch ulashamiz. Tinglashda davom eting azizlarim. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bekzodjon akajonimiz bilan bog'landikmi? Shunday. Akajon sog'misiz, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadim akajon? Yo'q, rahmat, yaxshi. Tashakkurlar bo'lsin akajon. Avvalo o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ayni daqiqalarda yaqinlarimga tabriklar loyihasidan bezovta qilmoqdaman. Aha. Akajon, ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga jinomat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz bundanda ziyoda bo'lsin. Hamisha har dam yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga, sog'u salomat bo'lib yuring akajon. Rahmat. Kunlaringiz kelsin. Tashakkurlar bo'lsin akajon. Bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan yaqin insonlaringiz tomonidan bizning loyihamizga juda ham bir ajoyib bo'lgan tabriknoma dil izhorlari kelgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknoma dil izhorlarini qay bir yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Endi uydagilar, singillarimmi, akalarimmi, Albatta. ukalarimmi? Albatta akajon. Sizni yaxshi ko'ruvchi mehribonlar, qadrdonlar juda ham ko'p. Ularning orasidan aynan bizning loyihamizga murojaat qilgan inson singlingiz Farog'atxon opamiz tabriknoma dil izhorlari yuborgan ekanlar. Katta rahmat. Akajonim musofir yurtda, tabriklab qo'ying, xursand bo'lsinlar, baxtimizga doim sog' salomat bo'lsinlar dedilar. Rahmat. Tashakkurlar bo'lsin. Akajon, qimmatli vaqtingizni olsam-da, singiljoningizdan kelgan tabriknoma dil izhorlarini Allohim qodir qilguncha o'qib eshitiraman. Tashakkurlar bo'lsin. Tinglashda davom etasiz. O'qishni boshladim. Assalomu alaykum, mening mehribonim. Men uchun bu dunyodagi eng yaqin, eng qadrli, eng suyukli bo'lgan insonim akajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohimdan uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilab qolaman. Alloh bergan umrni chiroyli, mazmunli va barokatli yashang ilohim. Hamisha har dam kulib yashang. Qalbingizda nimaki orzu-niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga yetishib yurishingizni tilab qolaman. Allohimning suyukli bandalari qatorida bo'ling va yaxshi insonlar davrasida bo'ling. Hamisha sizday mehribonim borligidan faxrlanaman. Siz bor ekansiz, men doim ko'ksimni kerib, faxrlanib yuraman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyolarga alishmayman. Agar bilsangiz, siz men uchun eng yaqin insonimsiz. Allohimdan sizga sog'lik, salomatlik tilayman akajonim. Yuzingizdagi kulgu hech qachon tark etmasin. Chehrangizdagi tabassum bir umrlik abadiy mehmoningiz bo'lsin. Hayotingiz asaldek shirin bo'lsin. Oilamizning, jigarlarimizning barcha yaqinlar baxtiga sog'-omon bo'ling. Allohim sizni yomon ko'zlardan asrasin inshaalloh. Bir juma ayyomida Makka va Madina, Ka'batulloh ziyoratlariga borishlik nasib ro'z aylasin. Akajonim, bizni baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Mening baxtim tilagan akam. Yiqilsam boshim silagan akam. Bolalikda mehrini berib, birga o'yin o'ynagan akam. Dadam kabi dadamday bo'lgan, yomon kunda yonimda turgan, yor do'stlar yo'qlamaganda bir kunda men holimni so'rgan. Bitta qonu, bitta jon akam, hammadan ham mehribon akam. Bir kunda men holimni so'rgan. Akajonim, jonim akam.
Yonimdasiz, yayrab ketaman. Uzoq bo'lsa diydor kutaman. Allohimdan umringiz so'rab, boringizga shukr aytaman. Poyingizda jonim to'shayman. Siz borsiz, mag'rurman, boyman. Ishonganim, suyanganim siz. Duoyingiz olib yashayman deya singlingiz tabriklarni yakunlabdilar. Katta rahmat. Akajon, sizning ham singiljoningizga tilaklaringiz, izhorlaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Suhbatimiz loyihamiz ijodkorlari tomonidan yozib olinmoqda. Umr uzoq bo'lsin. Kuyov bilan qo'sha qarsin, jiyanlarni baxtiga sog' bo'lsin. Barcha yaqin qarindoshlarimizni, oilamizni baxtiga sog' bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Ular nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga erishsin. Ilohim. Xursand bo'ldim. Katta rahmat hammaga. Sizlarga ham ishlaringizga omad. Tashakkurlar bo'lsin akajon. Shu fursatdan biz foydalanib, biz ham sizni tavallud kuningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim Allohimdan kaftingizni juftlab nega so'ragan bo'lsangiz, barchasini Allohim bekam ko'z tarzda ijobat qilsin. Ilohim musofir yurtdan oilangiz bag'riga, yaqinlaringiz bag'riga eson-omon keling. Rahmat. Tavallud kuningizni yaxshi o'tkazing akajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Mayli, charchamangiz. Rahmat. Ulg'aysang kun sari, yil sari sezilar dunyoning torligi. Bilmagan ekanman ilgari, yaxshiyam akamning borligi. Bolalik atalgan o'lkada podshosan bo'lsang-da kulbada, ko'tarib o'ynatgan yelkada, yaxshiyam akamning borligi. Yaxshiyam, yaxshiyam, yaxshiyam akamning borligi. Yaxshiyam, yaxshiyam, yaxshiyam akamning borligi. Otamdan, onamdan yodgorim, yaxshiyam akamning borligi. Yovlarim yengimdan tortganda, yelkamga yuklarim ortganda, ishongan do'stlarim sotganda, yaxshiyam akamning borligi. Yaxshiyam, yaxshiyam, yaxshiyam akamning borligi. Yaxshiyam, yaxshiyam, yaxshiyam akamning borligi.
jigarda, jigaring baribir jigarda. Yaxshiyam akamning borligi, tishlasang og'ritar barmoqni. Ayirma et bilan tirnoqni, xudoyim ko'rsatma bu dog'ni. Yaxshiyam